6 bo'lakda shunda shaffof paketlarga o'ralgan mana. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Yangi Hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Uchtepa tumanidagi Farhod bozori hududida giyohvandlik vositalarini noqonuniy saqlash va sotishga uringan fuqaro qo'lga olindi. Tekshiruv jarayonida gumonlanuvchining yonidagi sigaret qutisi ichidan 6 dona jigarrang o'tkir hidli giyohvandlik moddalari aniqlanib, belgilangan tartibda xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Kamol ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Xolislar ko'ryapsizlarmi? O'tkazilayotgan tezkor tadbirlar davomida Yangi Hayot tumanida yana bir holat aniqlandi. Yangi Hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Yangi Hayot tumanining Tashabbus mahallasi hududida giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi bilan shug'ullangan fuqaro qo'lga olindi. Tezkor tadbir jarayonida gumonlanuvchining boshqaruvidagi avtomashina ko'zdan kechirilganda haydovchi eshigi tutqichi ichidan 4 ta jigarrang o'tkir hidli giyohvandlik moddalari aniqlandi va xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olindi. Fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari davom ettirilmoqda.